Mana bu payg'ambarlar masjidlarini mana o'rtasi. Mana shu yerda imom ana shu yerda turib imom namoz o'qir ekan. O tepada. Mana bu tomoni oxiri ana burada. Elas ko'rinadi. Mana shu yerda o'rtada shunchaki tepasi yopilmagan ekan. Bunaqa nima bilan yopilar ekan, kechasi ochilar ekan bu yerda. Mana uzoqlardan eshiklari. Bu tomonlar ko'rinmaydi. Mana bu tomonlarda. Mana bu payg'ambarlar oldingi mana eski masjidlardan mana shu mana. Payg'ambarlarimizni Hazrati Abu Bakr, Hazrati Umarni ravzalari mana shu yerda. Mana shu ichkarida. Soat mana soat 8 bo'ldi, 8:30 bo'lyapti. Soat 12:30da juma o'qiladi. Mana hozir hamma kelib olgan. Kimdir namoz o'qiyapti, kimdir Qur'on o'qiyapti. Shu ravzani oldiga ravzani orqasiga o'qish uchun ertalabdan kelish olar ekan. Men ham bomdodda o'qigandan beri mana shu yerdaman, bomdodda o'qib shu yerda qoldim. Nima kim kitob olsa qancha kitoblar mana tafsirlarda kitoblar mana qancha kerak bo'lsa qarovlab o'tiribman bu yerda. Ana shu yerga ichkari kirib namoz o'qiladi. Ravzaga ziyoratga kirganlar.